Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Behurbek Minecraft bo'lyapman. Men bugun bu videoda Minecraftda survival rejimida yashab qolib, o'zimga bir cho'tki uy qurishim kerak. Hozir nastroykasini to'g'rilab olay. Okey. Vibratsiyani ham o'chirib qo'yamiz. Okey. Hozir bo'ldi. Fay. Namuncha kichik bo'lib qoldi. Fay mana yoqqa o'tkazish kerak ekan bu. Uzr. Qotdimi? Nima qilyapti? Fay nima bo'lyapti bu? Fay nima bo'lib qoldi? Ha, mana bo'ldi, to'g'rilandi. Uy. Qani endi daraxt qazishni boshlaymiz. Ana o'zanetda o'rgimchaklar yuribdi. Daraxtdan ko'proq qazib olamiz. Okey. Endi material olamiz. Versa. Yer tagiga tushib ketamiz. Voy, ikkita loy qazigandim. Yo, prasotda nima bo'lyapti bu? Mayli, shu yerdan qazib olaveramiz toshni. O'zi menga uncha ko'p kerak emas. Instrumentlarga yetsa bo'ldi. O'nta yetib qolsa kerak. Yo'q, prasotda namuncha katta g'o'r. Okey, kirkani yetib olamiz. Buni ekib ketamiz. Endi ko'proq bunaqa daraxtdan qazib olamiz, ko'proq ekib. Yoki konga kirib temir qazib chiqsam ekan. Chakirsa o'limcha kengaysa qilyapsanmi? Уже ochib qolsa kerak. Endi ketdi, ovqat izlaymiz. Hozirgina shu yerda tovuq yeydi. Yo'q, ehtiyot bo'lish kerak. Yana qayerda bor, qayerda bor? Tezroq qo'y topib olish kerak, bo'lmasa kechasi bilan uxlamay chiqamiz. Voy, sal qoldi tushib ketishimga. Mana shu qo'yni qo'yning o't yeganini kelib boshlayapti. Tovuq. Namuncha hamma voy, ilma teshib g'ar bo'lyapti. Nimasi bu? Uzray. Opasi oppoq, bolasi qop-qora. Qanaqa bo'ldi? Uzray. Ana yana bitta qo'y, ana shu bilan kravat bor. Kalla otamiz suvga qo'yamiz. Qanaqa kiramiz? Lava. Birdaniga nezaga ketib olsagan bo'ladi. Afsuski bu qo'ylardan go'sht tushmaydi-da, faqat junning o'zini beradi. Shunisi yomon.
Robot yasab qo'yib spawn point bosib qo'yamiz. Boya toshdan ko'proq qazib olsam bo'lar ekan. Okey, yana. Birdaniga ko'mir chiqsa ham yaxshi bo'lardi. Voy, aytganim bo'lib qoldi bu yerda. Voy, ko'mir chiqsa bo'lardi deganim ko'mir chiqib qoldi. Yo, respect. Bo'lakchi izidan. Ko'mirning izidan temir chiqsa ham zo'r bo'lardi, lekin balkim temir chiqib qolar. Bo'ldi, ko'mirdan ham uncha kerak emas. Uncha ko'p kerak emas. Tosh olamiz endi. Bo'ldi, yetadi pechkaga. Qayerdandir yana ovqat topish kerak. Yugura olmay ham qoldi. Lavaga musullarni to'shaveramiz. Hay, yonib ketdi. Loy nima kerak? Loydan tashlaveramiz. Okey, mana bu ham kerak. Bo'ldi. Pishib qoldi. Nima bo'ldi, pishibdi. Wow, qanday yaxshi yugurib yursang. Okey, ketdik. Endi ovqat ishlash kerak. Bo'ldi, uyqurib yuboraveraman shu. Voy, bu qanaqasi? Yana tosh yetmay qoldi. Bu tosh emas. Tosh qanasan? Nima qildi? Mana toshlarimizni ham olib oldik. Endi uy qurishni davom ettiramiz. Naqd 23 ta. To'g'ri, uyim sal kichikroq bo'lib qolyapti. Bu bo'laveradi menga. Voy. Nimasi bu? Endi boyaga olgan daraxtlarimizni olib olamiz. Taxtaga aylantirib olamiz. Uy qurishni boshlaymiz endi. Bunaqa xato qo'yib yotganimga e'tibor bermaysiz. To'g'ri qo'yganim-ku. Nimaga ukangiz qatnashmayapti desanglar? U keyingi videoda qatnashadi. Hammangizga uzr so'raman. Bu video chiqishi juda ham cho'zilib ketdi. Bu sabablari bor. Video ola olmay qoldim shuncha vaqt.
hammangizdan uzr so'rayman. Keyingi video Xudo xohlasa ukam bilan bo'ladi. Qanday video olishimni kommentariyaga yozib ketinglar. Kimning kommenti chiroyli bo'lsa va zo'r bo'lsa, ana shu aytgan videoni olaman. Kun botyapti, moblar spam bo'ladi. Tezroq bo'lib tashlash kerak. Okey, mana shu o'tlarni ham qo'yib olsam. Oyna shart emas shekilli. Bo'ldimi yo bormi shu daraxt? Voy, daraxt ham yetmay qolyapti. Nimasi bu? Yo, просто moblarni qaranglar. Uchi zombi kelyapti. Uxlab olaylik. Mazza qilib qo'yishni tomosha qilib turaveramiz. Bitta bo'shasam ki sakirma akangga. Do'stlar ham hozir nimasi bu? Do'stlar, hammangizdan uzr so'rayman. Bu video shu yerda yakuniga yetadi, chunki mening telefonimning zarari oz qolyapti. Video olmay qoladi-da, yana ukam bilan avvalgi videoga o'xshab chala bo'lib qoladi. Hammangizga rahmat bu videoni tomosha qilganlaringiz uchun. Kanalga obuna bo'lib xayr hammaga. Kanalga obuna bo'lib, обязательно like bosib qo'yinglar. Biz tez orada bu oyda rivojlanib ketishimiz kerak. Usta bo'lishimiz kerak hali. Hammaga xayr.